Sınıf matematika yakuniy imtihon savollarini ko'rishni davom qildiramiz. Demak, bizda 10-misollar, ya'ni progressiyalar mavzusini ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi misoli. Arifmetik progressiyaning 3-xadi 6 ga teng. Demak, 3-xadi 6 ga teng. 5-xadi 12 ga teng. 5-xadi 12 ga teng. Dastlabki 6 ta xadining yig'indisini topishimiz kerak ekan. Bizda 4-xadini topishimiz uchun 3-xadiga 5-xadini qo'shib 2 ga bo'lishimiz kerak. Demak, 6 ga 12 ni qo'shib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 18 va 9 hosil bo'ladigan. Endi d ning qiymatini topsak, d bizda a4 ayrilgan a3 bo'ladi. a4imiz 9 ga teng chiqdi. a3imiz 6 ga teng. Demak, d ning qiymati 3 ga teng. Endi a3 deganimiz a1 qo'shilgan 2 ta d. Demak, bu yerda o'rniga qo'yadigan bo'lsak, a3 ning qiymati 6 ga teng. 6 teng a1 qo'shilgan d ning qiymati 3 ga teng. 3 ni 2 ga ko'paytirsak, yana 6 hosil bo'ladi. a1 teng 0 ekan. Demak, birinchi xadi 0, ikkinchi xadi 3, uchinchi xadi 6, keyingisi 9, keyingisi 12 va keyingisi 15 bo'ladi. Shuning yig'indisini topsak, shu S6 ga teng bo'ladi. Demak, 9, 18, 30, natijamiz 45. Ikkinchi misol. Geometrik progressiyaning 3-xadi 60. Demak, bu 3 ning qiymati 60 ga teng ekan. 4-xadi esa 30. 4-xadi esa 30. Dastlabki 5 ta xadining yig'indisini toping. Demak, S5 ning qiymatini topishimiz kerak. Endi geometrik progressiyada S5 topish formulasi B1. Qarang. Formulasi chiqarishga harakat qilamiz. Sababi S5 osonroq. Q ning qiymatini topib olamiz. Q bu yerda B4 ni B3 ga bo'lamiz. Demak, B4 ning qiymati 30 ni 60 ga bo'lishimiz kerak. Qisqartirib qo'ysak 1/2 hosil bo'ladi ekan. Endi bizda ikkinchi va birinchi xadlari kerak va 5-xadi kerak. 5-xadi bu B4 ko'paytirilgan Q degani, ya'ni B4imiz 30 ga teng, 30 ni 1/2 ga ko'paytiramiz. Natijada 15 hosil bo'ladi. Endi B2 deganimiz B3 Q ga teng bo'ladi. Demak, B3 60, bu 1/2 bo'ladigan bo'lsa, natijada 120 hosil bo'ladi. B1imiz esa B2 Q degani, demak 120 teng 240 hosil bo'ladi. Endi navbat bu yerda 240, 120, 60 qo'shilgan 30 qo'shilgan 15 ni hisoblash. Demak, mana bu ikkitasi 360, 420, 450, 465 hosil bo'ladi. 465 javob. Davom qildiramiz. Keyingi 3-chi. Arifmetik progressiyaning 5-xadi 12 ga teng. 5-xadi 12 ga teng. Progressiyalar ayirmasi 4 ga teng. Ya'ni d ning qiymati bu yerda 4 ga teng. Dastlabki 7 ta xadining yig'indisi S7 so'ralgan ekan. S7 ning topishini qarang, formula bo'yicha boramiz. S7 deganimiz A1 qo'shilgan A7 taqsim 2 ko'paytirilgan 7 ga teng. Buning uchun bizga birinchi va 7-xadlar kerak bo'ladi. A5 deganimiz A1 qo'shilgan 4 ta D. O'rniga qo'yadigan bo'lsak 12 teng bo'ladi. A1 qo'shilgan 4 ni 4 ga ko'paytiramiz 16 va birinchi xadi demak 12 dan 16 ni ayiramiz -4. Endigi masala. 7-xadini topish formulasi A5 qo'shilgan 2 ta D deyishimiz mumkin. Demak, A7 teng A5 ning qiymati 12 ga teng qo'shilgan
4 2 8, demak 20 hosil bo'ladi. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, -4 qo'shilgan 20 taqsim 2 ko'paytgan 7. -4 qo'shilgan 20 16, 16 ni 2 bilan 8, 8 ni 7 ga ko'paytirishimiz kerak. To'g'ri javob 56. To'rtinchi. Demak, geometrik progressiyaning ikkinchi hadi 4 ga teng. Ikkinchi hadi 4 ga teng. Mahraji 2 ga teng. Dastlabki 5 ta hadining yig'indisini toping. S5 ning qiymati so'ralgan. Demak, geometrik progressiyada S5 topish formulasi B1 1 minus Q ning 5-chi darajasi taqsim 1 minus Q. Demak, bizda birinchi had kerak bo'ladigan. B1 deganimiz B2 taqsim Q ga teng. Ya'ni B2 miz 4 taqsim 2, ya'ni qiymati 2 ga teng. S5 ning formulasiga qo'yadigan bo'lsak, birinchi hadi 2, 1 ayrilgan Q ning qiymati ham 2, 2 ning 5-chi darajasi taqsim 1 ayrilgan 2. Demak, 2 ko'paytirilgan, bu yerda 2 ning 5-chi darajasi 32, 1 dan 32 ni ayiramiz, -31. Maxraji esa ham -1. 2 ta minus plus bo'ladi. 2 ni 31 ga ko'paytirsak, natijada 62 degan natijaga erishamiz. Keyingi 5-chi. Arifmetik progressiyaning birinchi hadi 20. Birinchi hadi 20. 5-chi va 3-chi hadlar ayirmasi. 5-chi va 3-chi hadlar ayirmasi 6 ga teng. Progressiyaning 10-chi hadini toping. A10 ning qiymati so'ralgan. Bu yerda A5 dan A3 ni ayir degani bu albatta 2 d ni beradi, natijada 6. Demak, d ning qiymati 3 ga teng. Bizda d miz bor, A1imiz bor. A10 teng A1 qo'shilgan 9 teng A1. 6 qo'shilgan 9 ko'paytirilgan 3, 6 qo'shilgan 27, bu esa 33 ga teng bo'ladi. Keyingi 6-chi. Geometrik progressiyaning birinchi hadi 10 ga teng. Demak, B1 ning qiymati bu yerda 10 ga teng. 5-chi hadi va 2-chi hadlar 5-chi hadi 2-chi hadidan 27 marta katta. 27 A2. Progressiyaning 5-chi hadini toping. Bu yerda geometrik B2. Demak, 5-chi hadini toping deyilgan. Bu yerda formulaga qo'yadigan bo'lsak, ya'ni B5 deganimiz B1 ko'paytirilgan Q ning 4-chisi, 27 ko'paytirilgan B1 ko'paytirilgan Q degani. B1larni qisqartiradigan bo'lsak, Q dan bittasi qisqarsa, Q ning kubi teng 27 va Q ning qiymati 3 ga tenglik kelib chiqadi. Bizda qiymatlardan B1imiz bor, Q'miz bor. B5 topish muammo emas. Demak, B5 teng B1 ko'paytirilgan Q ning 4-chi darajasi, B1 10 ga teng 10 ko'paytirilgan 3 ning 4-chisi. Ya'ni 10 ko'paytirilgan 81 teng 810 hosil bo'ladi. 7-chi. Arifmetik progressiyaning ikkinchi hadi 20 ga teng. A2 ning qiymati 20 ga teng. 4-chi hadi esa 16 ga teng. Dastlabki 5 ta hadining yig'indisi. S5 ning qiymati so'ralgan. Bu yerda birinchi navbatda A3 topiladigan bo'lsak, A1 qo'shilgan A4 taqsim 2, 20 qo'shilgan 16 taqsim 2 qo'shsak 36, 36 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 18 hosil bo'ladi. D ning qiymati A3 ayrilgan A2 bo'ladigan bo'lsa 18 ayrilgan 20, ya'ni -2 ga teng kelib chiqadi. Endi ikkinchi hadi 20 bo'ladigan bo'lsa, bunda birinchi hadi 18 deb olishimiz mumkin-da. 18, keyingisi 20. O'zi adashdik. -2 bo'lsa 22, 20, birinchi, ikkinchi hadi, uchinchi hadi
18, 4-dan chiqadi 16, keyingisi 12. Mana bizda S5 ni bildiradi. Demak, 22, 12, 18 ni qo'shsak 40, 40 ga 20 ni qo'shsak 60, 60 ga mana bu ikkitasi 28. Demak, to'g'ri javob 88 bo'ladi. Keyingi 8-chi. Geometrik progressiyaning ikkinchi hadi 6 ga teng. Bu 2 teng 6 ga teng ekan. 4-chi hadi esa 16 ga teng. 4-chi hadi esa 16 ga teng. Dastlabki 5 hadining yig'indisini toping. Demak, dastlabki 5 hadining yig'indisi S5 so'ralgan. S5 topishimiz uchun bizga B1 ko'paytirilgan 1 minus Q ning yana 5-chi taqsim 1 minus Q. Q bilan birinchi xat kerak bo'ladigan. Mayli. Endi Q ning kvadrati degani B4 ni B2 ga bo'l degani. Demak, 16 ni bu yerda 16 emas ekan, 18 ekan. 18 ni bo'lishimiz kerak bo'ladi 6 ga. 18 ni 6 ga bo'lsak 3. Q ning kvadrati 3 chiqdi bizda. Qarang, 8-chi misolni qaytadan ishlaymiz, xatosimiz. 8-chi misolda ikkinchi hadi 6 ga teng, uchinchi hadi 18 ga teng degan. Dastlabki 4 ta hadining yig'indisini toping degan. Bu yerda hadlarni topib olganimiz menimcha qulay yoki formulaga qo'yganimiz farqi yo'q. Q ning qiymatini topsak, B3 ni B2 ga bo'lishimiz kerak. Ya'ni 18 ni 6 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Bu 3 ga teng. B1 ning qiymati B2 taqsim Q bo'ladigan bo'lsa, 6 taqsim 3 teng 2 ga teng. Demak, bizda 2 qo'shilgan 6 qo'shilgan 18 qo'shilgan, uni yana 3 ga ko'paytirsak 54 teng. Qo'shsak mana bu ikkitasi 20. Mana bu ikkitasi 60. Demak, natijamiz 80 ga teng ekan. Keyingi 9-chi misol. 9-chi misolda arifmetik progressiyaning 8-chi hadi 40 ga teng. Progressiya ayirmasi 5 ga teng. Dastlabki 7 hadining yig'indisini toping. Demak, dastlabki 7 hadining yig'indisi S7 ning qiymati so'ralgan. S7 ni topishimiz uchun bizga birinchi hadi va 7-chi hadlar yig'indisi taqsim 2 ko'paytirgan 7 kerak. Birinchi had kerak ekan, 7-chi had kerak ekan. A8 deganimiz A1 qo'shilgan 7 demak 40 teng A1 qo'shilgan 7 5 35. Demak, A1 ning qiymati 5 ga teng ekan, ya'ni birinchi hadi 5. Yoki to'g'ridan to'g'ri formulaga qo'ymay ham ishlasimiz mumkin bo'ladi. 5 keyingisi 5 ni qo'shamiz 10, 15, 20, 25, 30, 35. Yig'indisini topishimiz kerak. Mana bu ikkitasi 40, yana 40, yana 40. Demak, 3 ta 40 120, 120 ga 20 qo'shsak 140 hosil bo'ladi. 10-chi. Geometrik progressiyaning ikkinchi hadi 10 ga teng ekan. Ikkinchi hadi 10 ga teng. Progressiyaning mahraji 5 ga teng. Demak, mahraji 5 ga teng. Demak, dastlabki 4 ta hadining yig'indisini toping. S4. S4imiz B1, B2, B3, B4 larning yig'indisi degani.
Demak, oldin birinchi navbatda B1 ni topib olsak, bu B2 taqsim Q ga teng. Ya'ni 10 taqsim 5 teng natijada 2. Demak, birinchisi 2 ga teng, ikkinchisi 10 ga teng, ya'ni 5 ko'paytirilib boryapti. Keyingisi 52 ga teng bo'ladi, yana 5 ko'payadi, keyingisi 250 hosil bo'ladi. Mana bu ikkitasini qo'shsak 300, 310 va 312 ekan to'g'ri javob. Keyingi 11-misol. Demak, arifmetik progressiyaning birinchi hadi 8 ga teng. Birinchi hadi 8 ga teng. 6 va 2 hadlar ayirmasi 6 va 2 hadlar ayirmasi 16 ga teng. Progressiyaning 5-hadini toping. 5-hadini topish uchun A1 qo'shilgan 4 ni. Mana bu ikkitasining ayirmasi bu 4 ga teng. 4 teng 16 ekan. To'g'ridan to'g'ri qo'yib yuborsak bo'ladi. Demak, 8 qo'shilgan 16 teng to'g'ri javob. Bu yerda 24. Davom qildiramiz. Keyingi 12-misol. Demak, 12-misolda geometrik progressiyaning birinchi hadi 7 ga teng, 6 va 6 hadi 3 haddan 8 marta katta. Bu 3. Demak, bizdan so'ralgan narsa progressiyaning 4-hadini toping. B4 kerak. B4 ni topish formulasi B1 ko'paytirilgan Q ning kubi. Bizda B1 va Q kerak. Demak, mana bunga qo'ydik. B1 ko'paytirilgan Q ning 5-si teng 8 ko'paytirilgan B1 ko'paytirilgan Q ning kvadrat deyilgani. B1larni qisqartiradigan bo'lsak, mana buni qisqartiradigan bo'lsak, Q ning kubi teng 8. Demak, Q ning qiymati bu yerda 2 ga teng kelib chiqadi. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, B1imiz 7, Q ning kubi 8. Demak, 7 8 ham 56 ga teng. Keyingi 13-misol. Demak, 13da arifmetik progressiyaning 3-hadi 6 ga teng ekan. A3 teng 6. 5-hadi 12 ga teng. 5-hadi 12 ga teng. Dastlabki 10 ta hadining yig'ini toping. S10 ni topish bo'lmasa A1 qo'shilgan A10 taqsim 2 ko'paytirilgan 10 ga teng. Demak, A yoki bo'lmasa qarang. Bu yerda D deganimiz A5 ayrilgan A3 taqsim 2 ga teng. Demak, 12 ayrilgan 6 taqsim 2 6. Demak, 3 ga teng kelib chiqadi. Endigi masala ni topdik. A3 teng A1 qo'shilgan 2 ta D. 6 teng A1 qo'shilgan 3 ni 2 ga ko'paytiramiz 6. Demak, birinchi hadi 0 ga teng ekan. Endi birinchi hadini topdik. 10-hadi kerak. 10-hadi A1 qo'shilgan 9 ta D. Demak, A1imiz 0 ga teng, 9 ko'paytirilgan 3 teng 27 ekan. S10 ni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, A1 0 qo'shilgan 27 taqsim 2 ko'paytirilgan 10. Mana bu ikkitasi qisqaradi 5. Shunda 27 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 135. To'g'ri javob 14. Geometrik progressiyaning 2-hadi 40 ga teng. 2-hadi 40 ga teng. 3-hadi 20 ga teng. 3-hadi 20 ga teng. Dastlabki 4 ta hadining yig'indisini toping. Demak, S4 so'ralgan. Ya'ni S4imiz B1 qo'shilgan B2 qo'shilgan B3 qo'shilgan B4 ning qiymati so'ralgan. Endi Q ni topadigan bo'lsak, B3 taqsim B2. Demak, bu yerda B3 20 taqsim 40 teng 2 dan 1 ga teng bo'ladi. Endi
Bu birni topishimiz uchun bu ikkini qga bo'lishimiz kerak. 40 ni 1 taqsim 2 ga bo'ladigan bo'lsak 80 hosil bo'ladi. Va bu 4 ni topishimiz uchun esa bu 3 ni qga ko'paytirishimiz kerak. 20 ni 1 taqsim 2 ga ko'paytirsak 10 hosil bo'ladi. Endi S4 teng bu birimiz bizda 80 qo'shilgan bu ikkimiz 40, keyingisi 20, keyingisi 10. Qo'shadigan bo'lsak 120, 140, 150 hosil bo'ladi. Davom qildiramiz. Keyingi 15-misol. 15-misolda demak, arifmetik progressiyaning birinchi xati 5 ga teng. Birinchi xati 5 ga teng. 5 va 3 xatlar ayirmasi 5 va 3 xatlar ayirmasi 40 ga teng. Endi bu ikkita d-ni beradi, demak 40, d-ning qiymati bizda bu yerda 20 ga teng ekan. 6-xatini toping. 6 teng A1 qo'shilgan 5d. Demak, A1imiz 5 ga teng. 5 qo'shilgan 5 ko'paytirilgan 20. 100 bo'ladigan bo'lsa 105 chiqadi to'g'ri javob. 16. Oxirgi misol. Geometrik progressiyaning birinchi xati 20 ga teng. 5-xati ikkinchi xatidan 8 marta ko'p. Ikkinchi xatini 8 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak, progressiyaning 4-xatini toping. Bu 4 ning qiymatini topishimiz kerak. Bu 1 ko'paytirgan q ning kubi. Demak, mana bunda o'rniga qo'yadigan bo'lsak, bu 1 ko'paytgan q ning 4-sini qo'yamiz. Bu yerda bu 1 ko'paytgan q ning qo'yamiz, ko'paytgan 8. Bu birlarni qisqartirsak, mana bundan bittasini qisqartsak, q ning kubi teng 8 hosil bo'ladi. O'rniga qo'yib yuborishimiz mumkin. To'g'ridan-to'g'ri bu birimiz 20 ko'paytirilgan 8. To'g'ri javob 160 ga teng.